Zuhra o'ydamisan o'rtoqjon? Qulog'i og'irroq edi, eshitmayapti shakil. Shu yerdamidi? Boydan birini chaqiraman a. Voy o'rtoq, sog'inib turvarding-ku. Zap kelibsan, bugun bir tancha ovqat qilib beraman, o'tiramiz. Yo, bugun men seni ovora qilmayman. Bugun pensiya olganman. Xohlagan ovqatingni ye, men zakaz qilib beraman. Eriyman men bugun senga. Mani ko'nglimdagini topqanlaring kimsan? To'ji meni. Menga shubha qilyapsanmi? Qani yetchi, nima yeging kelyapti? Men umraga borganda oshga o'xshagan ovqat yedim. Juda yoquvdi menga. Shuni topa olaysanmi? Bo'ldi, men seni tushundim. Hozir yes qilaman. Alo, Miramandimi? Mandi ovqatinglardan kampirlar bob qilib, cho'tki qilib jo'natib boringlar. Men lokatsiya tashlab qo'yaman. Keyingi safar sen bilan joyda yegani boramiz. Qayerda ekan o'zi? Qadri cherkidan Durujbaga qarab ketaverishda ekan. Bilmagan narsasi yo'q buni. Shu o'rtog'im sizlar ham sog'inib qoldinglarmi? Videolarga tezda chiqib tursin desanglar, bitta yurakchan bosib ketdinglar. Dastlabga keldi, san joyini tayyorlab turgin. Mana zakazing keldi. Salatlari, nonlari ham bor. Ana. Vay, mana hitlarini xuddi o'sha. Bu taom azali va sochilib pishgan basmati guruchini ustiga yumshoqqina pishgan qo'y va tovuq go'shtini arabcha ziravorlardan foydalanib tayyorlashar ekan. Ziravorlarni o'zimizga aholini tabiiy qarab moslashtirishgan ekan. Vay, baraka top o'rtoq, shunday eslatyapti. Sen ham bilasan nima yeyish. Qalay, paydo? Paydo gapmi? Juda mazali.